sizlar har doim savdoga xato kiryapsizlar. Ko'pchilik xato qilyapti. Misol uchun narx o'rtada yuribdi deylik. Mana yuribdi. Narx misol uchun tepadagi zonamizga kelsa, biza uchun bu zona sell zona hisoblanadi. 15 minutlik time frame'da. Time frame M15 bo'lishi kerak. Tak, M15. Zonani ichiga kirgandan keyin narximiz, mana misol uchun tanasi bilan yorib bitta kirdi. Zonani orasi e'tibor bersanglar, katta bo'lyapti-da. 30 punkt, 40 punkt bo'lib ketyapti. O'shaning uchun men hammaga aytayapman, zonani ichiga kirib, narx kirganidan keyin ko'proq savdoga mana shu joylarda sellarni yig'inglar. Zonani, ya'ni teparog'ida, o'rtasidan boshlab tepaga. Lekin shunaqa holatlar bo'ladi. Narx bitta kirishi bilan riski tushib ketadi. Riski orqaga qaytadi. Bunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Agar men aytganimdek tepada narxi yig'adigan bo'lsanglar, sizlarda stopinglar kichkina bo'ladi va ishlash foizi ham yuqoriroq bo'ladi. Mana uchidan kirganinglarga qaraganda. Tak. Kirish usuli qanaqa? Shu aytib o'tganimdek, shu yerda yig'yapsiz, selni yig'yapsiz, selni yig'yapsiz. Narx agar 15 minutlik time frame hali yopilmadi, tasavvur qiling, yopilmadi-da, doq ko'tarildi-da, darshim ozgina shpilkasi ham bor. Siz yig'avering, selni yig'avering. Sel bosyapsiz selni. Agar shu shamcha 15 minutlik shamcha shunday holatida yopilib qoladigan bo'lsa, ya'ni bunday yorib o'tib, tepadagi liniyamiz yopilib qoladigan bo'lsa, siz ochgan hamma sellaringizni o'chirib chiqasiz. Ya'ni hamma sellaringizni minusda bo'lsangiz ham yopib yuborasiz. Hamma sellar yopildi, keyin biza kutadigan narsamiz nima bo'ladi? Ana, hamma ham o'chib ketib qoldi. Tak, boshqadan silib qo'y. Xo'p. Biza kutadigan narsamiz nima bo'ladi? Bizada qanaqa bo'ldi? Shunday tepaga yordi, yopildi. Yopilgandan keyin biza yana shu zonaga narx qaytib kelishini kutishimiz kerak. Ko'pincha holatlarda mana misol uchun yopildi, narx tepaga ketyapti. Ko'pchilik qiladigan xatosi shu yerda bay olishni boshlaydi. Shu yerda bayga kirishni boshlaydi. Bu eng katta xato. Narx o'zi pastga tushib keladi. Pastga tushib kelgandan keyin zonaga yorib kiradi. Kirgandan keyin shu yerdan baylarni yig'ishimiz kerak. Shunda ishlash foizi oshadi. Biza bitta narsaga e'tibor beringlar. Misol uchun narx mana pastga tushib kelyaptimi? Pastda zona berganman, to'g'rimi? Shu yoqdan sizlar bay yig'ishinglar kerak. Bundan ko'ra narx pastga yorib o'tib ketib, yopilib, bitta yurib kelib, keyin bitta perizahod berishidan sizlar sel yig'ganinglar kuchliroq ishlaydi, sen mana bu holatga qaraganda. Bundoq kelib ketishidan ko'ra, bozorda shunaqa narsa bor, bunaqasi kelib ketishi juda kuchli bo'ladi. Iloji boricha shu anaqa stilda ishlashga ham harakat qilib ko'ringlar. Bunaqa misol uchun kamdan kam bo'lsa ham, lekin ishlash foizi juda yuqori bo'ladi. Bu yerda ham o'sha qoida ishlaydi. Mana agar tanasi bilan yorib qo'yadigan bo'lsa, reski baylarim, ya'ni sellarimizni bu yerda selga ishlaymiz pastaligi uchun. Sellarimizni yig'ishtiramizda, ya'ni hammasini yopib yuboramizda, yana shu holatni kutamiz. Narx yana shu zonaga kirishi bilan biz bay yig'amiz yana. Bay de narx bundoq chiqishi ham mumkin. Misol uchun bu chiqqanda ham biz qo'rqishimiz kerak emas. Bu shamchani yopilishini kutamiz. Agar shu holatda yopilsa, bu yerda ham o'sha bitimimiz atmay, keyin yana kutadigan narsamiz shu zonaga kelib pastga ketishi. Bunaqa 3 martalab bo'ladigan holat kamdan kam bo'ladi. Bunaqa ko'p bo'lmaydi. Xo'p, yana ishlash usuli qanaqa? Zonani kattaroq chizing. Xo'p. Men zona berdim, tasavvur qilinglar. Zona berilganidan keyin tak, narx kelyapti-da. Zonani ichiga kiryapti, shpilka tashyapti, sizlar selni yig'yapsizlar. Narxdan e'tibor beringlar. Hozirgi narxdan bizning zonamiz tepada bo'ladigan bo'lsa, bu bizga sel zona bo'ladi. Agar zonamiz pastda bo'ladigan bo'lsa, bu bizga buy zona bo'ladi.
Lekin o'sha aytib o'tganimdek, bizaga ko'proq qiziq narsa agar bundoq yorib o'tib ketib qolsa-da, tanasi bilan. Keyin qaytganida biza kirganimiz bizaga qiziqroq. Shu ko'proq yoqadi, misol uchun o'zimga ham, chunki ishlash foizi ham yuqori. Bu holatda ishlash qanaqa? Hozir. Tak. Hozir men selni tushuntirishim kerak sizlarga. Selni yig'ib olsizlar. Mana qizil qilib qo'y. Sel yig'ilyapti. Zonani yormadi ham deylik. Sel narx pastga tushishni boshladi. Sizlarni har kunlik tekinglar 50 punkt bo'lishi kerak har bitta zonadan. Birinchi tekinglar. Qolganini bezubitga qilib qo'yishinglar kerak. Bezubitga qilishni hamma bilsa kerak. 50 punktdan keyin u 50 punkt qanaqa hisoblanadi? Narxi eng tepa yuqori qismidan hisoblanadi. Narx mana bu zonadan 50 punkt pastga yurib berishi kerak emas. Chiqqan joydan o'zi zonalarga e'tibor bersanglar, o'zi 50 punkt bo'lib qo'yadi. Siz kirishi bilan bitta bay olasiz, o'rtasida bitta bay olasiz, riski kamroq ishlashingiz uchun. Eng tepasida bitta sel olasiz. Uzr adashdim. Pastida sel, o'rtasida sel, eng tepasida sel. Narx agar shunday yopilib qoladigan bo'lsa ham katta minusingiz yo'q sizni. Shu narsaga e'tibor beringlar. Har bitta zonaga, misol uchun $200 plyus bo'lsa shu tizda, har bitta zonaga $30lar hisobini olsanglar bo'ladi. $30 minuslar qilsangiz bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun bu yoqdagi ochgan selingiz, bu yoqdagi ochgan selingiz, bu yoqdagi ochgan selingiz umumiy zonadan где-то mana bu nuqtalarida narx kelsa agar umumiy $30 minus qilingsiz. Umumiy $30 minus qilsangiz, men garantiya beraman, sizni shutiz hech qachon silik bo'lib ketmaydi. Hech qachon silik bo'lmaysiz. Bu yoqda depozitga boruvdik. Misol uchun $30 minus qildingiz, lekin o'xshasa $30 plyus qilishga harakat qiling. $30 birga bir ishlashga harakat qiling. Aslida lekin ancha-muncha oqib beradi. Bilsanglar, o'zi ko'pincha zonadan zonaga oqadi. Zonaga keladi, yana narx yig'iladi, bitta tushib chiqadi-da, ketdi tepaga. Tepani yorib o'tdimi, yana yuradi, bitta perizahod beradi, ketdi tepaga. Shu yerdan biz bay yig'ganmiz. Bu bizani uje bu bay zonaga aylanadi. Bizda zona birinchi anaqasi zona berilishi bilan narx o'rtada yuribdi. Mana narx где-то mantlada narx yuribdi. Men zona beryapman sizlarga, ertalab zona tashab beryapman. Misol uchun bu berilsa, tepadagi zona sell zona, pastdagi zona buy zona bo'ladi bizda. Tak, yuribdi-da, bu sell zonamizdan narx oqib ketishi ham mumkin. Oqib ketsa bilasizlar nima qilishni? Sellarni yig'dinglar. Agar tanasi bilan 15 minutlikda bundoq yorib o'tib yopilib qolsa, sellarni yig'ishtiramizda, bitta perzahod berishini kutamiz. Keyingi shamcha bitta bundoq kirib chiqqani ham perzahodga kiradi. O'sha bu yoqda buy yig'ishimiz kerak. Bizani sell zonamiz avtomatik buy zonaga aylanib ketyapti. Qachonki narx tepaga yorib yopilsa. Selda ham xuddi shu narsa, narx kelyapti-da, bu o'zi bizani sell zonamiz, buy zonamiz, adashib ketyapman. Bu buy zonamiz narx kelyapti-da, bitta yorib o'tyapti-da, keyingi shamchi bitta perizahod beryapti. Bu sell zonaga aylanyapti. Sellarni yig'amiz. Narx darsh pastga tushib ketib turib, keyin yana shu yoqqa kelsa, bu bizda yana aktiv sell zona hisoblanadi. Bitta anaqadan nimasi bo'ladi? Mana bu zonalarimizdan 3-4 martalab foyda qilsak bo'ladi. Birinchisida mana misol uchun narx yorib o'tib ketdi-da, yana kelganida yaxshi qilib olsak bo'ladi. Misol uchun $200 ga $50 risk qilib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin hisobini oling, narx qanday bo'lishi ham mumkin. Bundoq chiqadi-da, 15 minutlikdan switch, bundoq chiqadi-da, keyin zip etib qaytadi-da, qaytib yopilib oladi. Yorib o'ta olmadi. Qaytib yopilib oladi. O'shanda sizni stopingizni olib qo'yish kerak emas, shutizni silib qo'yish kerak emas. O'shanda ishlashingiz to'g'ri bo'ladi.